Uchxonaga, hop, Maxtumquli ko'chasiga kelganman, JK poytaxt. Shundoq Makron to'g'risida uchxona, 4-etaj, yangi novostroyka, remont, mebel, texnikalar bilan juda chiroyli chiqqan. Atroflar chiroyli, detskiy plashatka, do'kon, magazin, xullas hamma narsa bor joyda lokatsiyada. Sizlarga uchxona hozir ko'rsataman. Hozir endi tepalarni, uylarning ichini ko'ramiz. Mana uchxona 4-etaj aytganimdek, mana kiraverish, ozgina mebellarni, mayda-chuyda ishlarni yig'ishyapti. Xudo xolisa 1 kun 2 kunda tayyor bo'ladi. Mana sterelkalarni o'rnatib, hammasini ishlaydigan holatda qilib berishadi. Mana bu yog'imiz mana hojatxona, keng, katta. Xo'sh, mana bu yoq detskiy mana o'zini balkonlari ham bor, quyosh tushadi, yorug'. Uy chiroyli, yangi remont. Mamutga mana stroyniy shkaflarni ham, garderoblarni yasashdi. Mana bu spalniy, родительский spalniy qaranglar, katta, keng, yorug'. Remontlari ham chiroyli qilingan. Xo'sh, endi mana bu yog'imizda mana ham zal, ham oshxona, hozir bu yoqni ko'rsataman. Xo'sh, mana bu yog'imiz ham zal, ham ovqatlanadigan bu yoq oshxona. Mana bu ko'piklarni qilishgan, bemalol ovqat qilganida hidi chiqmaydi. Yorug', chiroyli xonadon, yangi remontlar bilan. Xullas 69 kvadrat, 4-etaj, ichida remont, hamma narsalar bilan narxini 100 ming so'rashyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastki nomerga aloqa qilinglar, niyat qilinglar. Hammangizga bundan zo'r nasib qilsin. Ketdik.